Barcha-barchaga, mana qadrdonlarimga, yurakka yaqin insonlarimga, aynan sizga yil davomida men bilan birga bo'lganingiz uchun, har bir daqiqamni, har bir soniyalarimni birga baham ko'rganingiz uchun sidqi dildan, yuragimdan barchangizga rahmat aytmoqchiman. Qarang, 2025-yil tugab 2026-yil boshlanmoqda. Men umid qilamanki, 2026-yilda ham siz biz bilan birga bo'lasiz. O'sha san'atimizdan bahramand bo'lib, bizani har bitta daqiqada, ruscha qilib aytganda, podдержка qilasiz. Har bir podpисчигimga kirib kelayotgan yangi yilingiz muborak bo'lsin. Oilaviy baxt, tinchlik, totuvlik, orzularingiz ushalishini kelsin. Murodbek Jo'rabekov har doim siz bilan birga. Yangi yilingiz muborak bo'lsin.